Men Nurbek Yuldashev, Amudaryo tumanida tug'ilganman. Dastlab Amudaryo tumanidagi 36-maktabda va keyinchalik Nukus shahridagi Prezident maktabida o'qiganman. Va shundan keyin AQShdagi Arizona va bir qancha universitetlarga o'qishga qabul qilinib, mana shu Arizona universitetida o'qishga qaror qildim. Balam o'qishga kirgan vaqtda hammamiz quvondik. Men ham, dadasi o'zi birinchi tasavvur etib bera olmayman-da. Dim qattiq quvondi. Tengdoshlarga maslahatim bu avvalambor o'ziz nima yaxshi ko'rishingizni bilib olishdi va sinab ko'rib o'zi uchun ma'qul sohani tanlasin, hayotdagi missiyasini aniqlasin. Mana shu jamiyatga hissa qo'shsa yaxshi bo'ladi. Men Nurbek Yuldashev, Amudaryo tumanida tug'ilganman. Dastlab Amudaryo tumanidagi 36-maktabda va keyinchalik Nukus shahridagi Prezident maktabida o'qiganman. Va shundan keyin AQShdagi Arizona va bir qancha universitetlarga o'qishga qabul qilinib, mana shu Arizona universitetida o'qishga qaror qildim va o'qishni bitirib keldim. Mutaxassisligim iqtisodchi va El-yurt umidi jamg'armasidan stipendiya yutib olganman. Balam Nurbek El-yurt umidi jamg'armasidan grant tutib, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qishga kirdi va mana 4 yil o'qib, bu ertaga bitirib kelyapti. Balam o'qishga kirgan vaqtda hammamiz quvondik. Men ham, dadasi o'zi birinchi dim qattiq quvondi. Eshitib, buni aytib tasavvur etib bera olmayman-da. Dim qattiq quvondi. Amerikada chet elda o'qiyman deb nesinde turib oldi. Kichkina vaqtimdan chet elda o'qiyman deb o'zim so'z berganman. Ishib bo'lsa-da o'qiyman chet elda deb gapinda turib oldi. Shu nesidan qaytmay jamg'armaga, o'zi El-yurt umidi jamg'armasina dokument topshirdi. Prezident maktabida o'qidi-ku. Shunda har 5-kun kelib shu haqida gaplashib, ikimiz ko'p aytdi. Apanishlar ekan, kiralaman ekan, kiralasam balam deb ko'p aytdim. Motivatsiya berdim. Balam aytdi, xudo xolasa o'qishda o'qib kelsam, O'zbekistonga o'zimning hissamni qo'shaman. Ko'p narsa O'zbekistonga ko'p hissamni qo'shaman, xudo xolasa. Ko'p narsalarni yetishga yordam beraman deb aytdi. Telefon qildi. Men shunday Amerikaga, Arizonaga yana bir necha universitetlarda aytdi, yodimda yo'q. Shularga o'qishga qabul qilindim, apay. Men tabriklasangiz bo'ladi. Balam молодец deb so'ylamay ham qoldim-da. Men o'sha umumna tig'ilib qoldi. So'ylamay. Senimizmi? Ava, ishondim. Lekin o'zi ishontirib so'ytaydi-da u balam. 21-yil iyun oyida El-yurt umidi jamg'armasina topshirdi. Chet elga ketish uchun mablag' kerak edi, shuning uchun shuga topshirdi. El-yurt umidi jamg'armasi. Bu jamg'arma hamma o'g'limning stipendiyalarini, hamma narsasini to'lab berdi. El-yurt umididan minnatdorchilik bildiramiz. Birinchidan prezidentimizga rahmat. Shunday jamg'armalar tashkillashtirib, shuni bolalarimizni shundaylarda o'qitganlar uchun. Yoshlikda ko'plab fanlarga qiziqardim. Deyarli barcha fanlarga. Ko'p o'qirdim. O'qiganda ham masalan har xil deylik. Maktab darsliklari, qo'shimcha adabiyotlar, bir qancha badiiy asarlar, ko'pchilik bolalar kabi mendan ham ota-onam tarafidan qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Va men bundan nihoyatda minnatdorman. Misollar masalan dadam har hafta, 2 haftadan bir kitoblar olib beradi. Kitob yoki bolalar uchun jurnal. Va yana bir narsani aytish kerak, masalan, meni ota-onam oliy ta'lim olmagan, lekin onam tarafimdan bobom oliy ma'lumotli, lekin bu bizga hech qanday o'qishimizga xalaqit bermagan. Aksincha qandaydir foydali bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, biz oliy ta'lim ola olmadik, bizni bolamiz olsin degandek. Va shu bilan birga oldingi ta'limga qarash bilan hozirgi qarashning farqi bor-da. Ta'lim hozirgidek muhim emas edi. Asta-asta xalq, umuman O'zbekiston xalqi ham o'qishga alohida e'tibor beradi. Bu chet elda o'qish bizning orzumuz edi. Mana o'g'illarimiz Xudoga shukr niyatlarini yetdi. Katta rahmat yurtboshimiz prezidentimizga ham shunday sharoitlar yaratib bergani uchun $200,000 atrofida pul ajratib davlatimiz tomonidan
bunday bo'ladi deb o'ylamaydik biz. Bilim bo'lsa, umuman o'qishga intilish bo'lsa, hamma sharoit yaratib berib qo'ydi. Avvalambor O'zbekistondagi mana shu bir muhim o'zgarish shuki, yoshlarda zamonaviy fanlarga va zamonaviy sohalarga, shu jumladan chet tillarini o'qishga bo'lgan qiziqish ortdi. Taxminan 600 mingdan ziyod yoshlar xorijiy til sertifikatlariga ega bo'ldi. Bu O'zbekiston yoshlari uchun nihoyatda katta yutuq. Shu sababli ham nihoyatda ko'p yoshlar hozir chet ellar o'qishga topshiryapti. Ko'plab grantlar yutib olyapti. O'zbekiston davlatining o'zi mana shu El-yurt umidi jamg'armasi orqali o'qishga yordam beryapti. Yo'ldashov Nurbek shu 2010-yili shu 36-maktabda 1-sinfdan 4-sinfgacha eng iqtidorli bilimdon o'quvchilarimdan biri. Uni sinf sardori etib tayyorladik. O'rnak sifatida ko'rsata oladigan o'quvchilarimdan biri deb hisoblayman. Shu maktabimizda mana Nukus shahridagi prezident maktabina kirdi birinchi. O'zi quvonib, ustoz bilan prezident maktabina qabul qilindim dedi. U yerda muvaffaqiyatli o'qidi. Undan keyin mana 2022-yili Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Arizona universitetining talabasi bo'lganligi. Bizlar ham bu orqasidan juda ham quvondik. Men biladiganim deylik, birinchi o'sha xorijda o'qish uchun yordam bo'lsa, ikkinchisi masalan hozir sertifikat olsangiz, masalan IELTS 7 darajasini olsangiz, davlat o'sha imtihon pulini qoplab beradi. Mana bugungi kunda yoshlar uchun imkoniyatlar katta va biz bundan men shaxsan o'zim ham bir qanchasidan foydalandim va bundan minnatdorman. Demak, mana shunday imkoniyatlar bor ekan, men yoshlarni bundan foydalanishga chaqirib qolaman. Nevaram Nurbekning Amerikaga o'qishga, nafaqat Amerikaga, xalqaro universitetlarning 14tasiga qabul qilindi deganini eshitib, ishonishni ham, ishonmaslikni ham odam bilmay qolar ekan o'sha vaqtda. Bu darajada prezident maktabiga qabul qilinadi, undan xalqaro universitetlarning 14tasiga qabul qilinganini eshitib, juda ham ko'ngil faxrga, g'ururga, iftiqorga to'ldi. Avvalambor hurmatli prezidentimizning mana bu yoshlarga e'tibori, ta'lim sifatini oshirish, ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha yoshlarga ko'rsatgan g'amxo'rligi, yaratgan imkoniyati, sharoiti bu O'zbekistonning kelajagini o'ylab, O'zbekistonning rivojlanishini o'ylab qilingan sa'y-harakati deb bilaman. Imtiyozlari, sharoitlari uchun juda katta minnatdorchilik bildirib kelaman. Mening ham nevaram chet ellarda o'qibdi, Amerikaga o'qishlarga kirdi deb quvonib, faxrlanib so'ylayman. Birovning bolasi Toshkentga o'qishga kiribdi deydi, qanday Toshkent ekan, qanday o'qish ekan deb quvonadigan edi. Rahmat aytaman, shu bolamni shitib Amerikalarga o'qishlarga yuborgan. Ya'ni o'zlari budjetdan pul to'lab, o'zlari ichishini, kiyishini, kontraktlarni, hammasini, yo'l kiraylarini pul to'lab o'qitganlarına ming rahmatlar aytaman. Bize o umuman balamiz chet elda o'qiydi deb umuman faraz ham etmaganmiz. Bir 5-6 maktabda 5-6 klasslarında bir qarindoshimiz Toshkent shahrida Moliya institutiga kirganda balam hayron bo'lgan. Bizlar ham shuni universitetda o'qiy olamizmi deb. Bizlar umuman dinida emas edik-da. Mana hozir prezidentimiz hamma sharoitlarni yaratib berib qo'yibdi. Mana jamg'armaga rahmat, prezidentimizga rahmat birinchi. Balamizni shunday o'qishlarda o'qitadiganlar uchun. Hozirgi vaqtda qanday oila bo'lsin, sharoiti bormi, yo'qmi, unday oila bo'lishini qat'iy nazar o'qisa, chet elda mana aytaman, o'zimizdan bir misol, bolalar o'zlari o'qib harakat etsa, hamma sharoitlar bor. Birinchi sinfga borgandan o'z ustozi buni sinf bilgir bo'lgan uchun sinfga o'rgatib qo'yib, yaxshi o'qitdi. O'zi misol uchun o'nchiq al deb do'konga aparsak, "Men o'nchiq kerak emas, men kitob kerak" deb bu pulga kitob oladi uyda. U nimalarni yashira olmayman. Desam, o'nchiq nega do'konga yukini aparsa, katta bolam kitob oladi uyda hamma pulni. O'zi ham pul jinab kitob oladi uyda. Shu nesini yodimdan chiqmaydi. Prezident formal bilan ne ochildi? Prezident maktabini topshirish. Shuga tayyorlanib boshladi. Bu 2019-yil fevral oyida chiqdi u farmon. Shu o'zi aytdi menga, "Apay, shunday farmon chiqdi. Prezident maktabini topshirsam bo'ladimi?" dedi. O'zi ixtiyoring dedi dadasi ukamiz. O paytda men oshxonada ishlaydi edim, oshpaz edim, o'zimiz oshxonamiz bor edi. Neda kompyuterda nomerli bo'lib, sifrli bo'lib chiqadi ekanda, bu ot familiya emas. Kichkina o'g'lim telefon qildi.
Nurbek. Ne o'qishga kirpam ekan, ko'rar bizning nemde deydi, voy. Ava aka kiripsiz 24-nji eng ahirgi bo'lib kirdi-da. Omad qarang şuğa vaqtında yılap netipdim, quanıp ketdim. Qattiq quandım. Şu vaqtdagi eng hayatımda eng zor kun edi şu. Özlerimiz o'qib, o'qiy olmayma. Balalarimiz yaxshi o'qishda o'qisin, balalarimiz bizlardan da yaxshi bo'lsin, baxtli bo'lsin, yaxshi yashasin deb balalarimizga imkoniyat yaratishga harakat qildik. Lekin bizning vaqtimizda bunday narsalar yo'q edi. Hozir mana Xudoga shukr hamma narsa bor, sharoitlar bor. Endi bizlar yosh vaqtimizda ko'p, bizlar ham ko'p narsalarni maqsad qo'yganmiz, atlamizga, lekin ko'pisini erisha olmaganmiz. Farzandlarimiz shunday bizlardan ham yaxshi, bizlardan ham baxtli bo'lsin deb shularda ko'ratirman, Xudoga shukr. O'zimiz mehnat qilib, bozorga chiqib, oshxonalar ochib, oshxonada ishlaganman, povar bo'lib. Hozirgi kunda misol uchun men o'zim kiyim-kechak sotaman bozorda. Oldinlari oshxona aytaman, oshxonamiz bor edi o'zimiz, oilaviy oshxona. Shunda oshpaz bo'lganman o'zim. O'g'illarim ko'rib meni shunday deb qiynalib ovqat pishirganimni ko'rib, "Apa, qo'ying bu ishingizni, qiyin bu. Qo'ying" deb, agar bizlar o'qaysa, Xudo xolasa sizga shu ishni qo'ydiramiz deb, meni rostlanib qo'ydirdilar. Mana bizlarning qo'nishimiz Bahodirning balasi Amerikada o'qib, Xudo xolasa bitkirib kelyaptir. Bizlar o'ylamaydik. Şu hozir bolalar şu Amerikada o'qiydi deb. Prezidentimizning birinchidan siyosati shunday bir sharoitlar yaratildi hozir bolalarga. O'ylamagan yerdan mana oddiy bir mahallaning balasi Amerikada o'qiydi degan narsa hech nega siymaydi. Hukumatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Qo'llab-quvvatlayapti bolalarni. Tengdoshlarga maslahatim bu avvalambor o'zingiz nima yaxshi ko'rishingizni bilib olishdi va sinab ko'rib o'zi uchun ma'qul sohani tanlasin, hayotdagi missiyasini aniqlasin. Mana shu jamiyatga hissa qo'shsa yaxshi bo'ladi. Balam o'z tug'gani o'zi bir quvonchli kun. 2003-yil 27-mart tug'ildi, shuning o'zi bir farzandim bo'lsa, uning o'zi bir qattiq quvonchli kun. Maktabga borgani o'zi quvonchli kunlar. Arizona shtatida o'qigani o'zi bir quvonchli kun. Oddiy fuqaroning farzandlari o'qisa bo'ladi, albatta o'qiydi. Bilim bo'lsa o'qisa bo'ladi. Farzandlar, oilam, farzandim shuning o'zi katta sog'liq bo'lsa, shuning o'zi birinchi baxtman, shuning o'zi yetadi. Shu bolalarim yaxshi ishlarga joylashib, O'zbekistonga o'z hissalarini qo'shib, yaxshi ishlarda ishlashini xohlayman. Va el yurtga foydasi tegadigan inson bo'lishini xohlayman. Mana o'qib bir qancha narsa o'rgandik. Mana shu o'rgangan ozmuncha narsamizdan foydalangan holda O'zbekistonning rivojlanishiga o'zimizda kichik bo'lsa ham bir hissamizni qo'shishni xohlab qolardim va shu yo'lda bir qancha maqsadlarim bor va shuni amalga oshirishga tayyorman.